Bunday to'kin sochin turk nonushtasini hali hech ko'rmagansiz. Tug'ilgan kunimni maxsus qilish uchun Eskisheherdagi Matbax Antakya restoraniga bordik. Nonushtan aynan shu yerda boshlaganimizdan aslo afsuslanmadik. Bu turk nonushtasi nafaqat ko'zni quvontiradi, balki ta'mi bilan ham yodda qoladi. Har xil pishloqlar, zaytunlar, sabzavot mevalar, issiq non, böreklar, turli salatlar va asal va qaymoq, maxsus sousda pishirilgan sujuk va tuxum, qovurilgan pishloqning ta'mi hanuz esimda. Pishloqli börek esa shu darajada yoqdiki, yana qo'shimcha olib kelishdi. Shunchalik ko'p taom bor ediki, hammasini yeb tugatishning iloji bo'lmadi. Choyib cheksiz va bepul. Yana bir e'tiborga loyiq jihati, restoranning personali juda xushmuomala. O'zingizni mutlaqo noqulay his qilmaysiz. Muhit iliq va mehmondo'st. Agar Eskishehirga kelib chinakam lazzatli to'kin sochin nonushta izlayotgan bo'lsangiz, Matbax Antakya aynan siz uchun. Görüşürüz.